Yuqori Chirchiq, Darxonda joylashgan 8 sotuvli xonadonimizdan sizlarga to'liq video davomida ko'rsatib beramiz. Hamma qulayliklari bor. Narxini sotig'ini 15 ming dollardan qo'yamiz. Sizlarga ko'cha tarafdan tushuntirib beradigan bo'lsam, yo'lni yuziga 200 metr mana shu xonadonimiz sotilyapti. Sizlarga uyimizning ichkari qismidan to'liq video davomida ko'rsatib beramiz. Kirganimizda darvozaxonamiz, bu yoqda ikkita mashinagacha joyimiz bor, hamma qulayliklari bor. Bu yoq tarafimizdan o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Bu yoq tarafimizda bino, bu yoq tarafimizda bino. Bu yoqda 3 ta xonamiz bor, 4 ta holi bilan. Bu yoq tarafda yana xonalari bor. Hamma qulayliklari bor xonadonimizdan sizlarga endi uyimizning ichkari qismidan to'liq video davomida ko'rsatib beramiz. Bu yoqimizda o'tiradigan joylarini qilib qo'yishgan. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu yoqda xonalari ham bor. Bu tarafda orqasida огород qismi ham bor. Mana ichkariga kirib kelganimizda koridorimizni o'zingizlar ko'rib bitta baho beringlar. Bu tarafimizda zal, xolisanglar spalniy variant foydalansanglar bo'ladi. Bu yog'imizda spalniy, bu yog'imizda zalimiz bor, hamma qulayliklari bor, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, xonalari yorug' bo'ladi. Endi bu yog'imizni ko'rib o'tizinglar bitta baho berib qo'yinglar. Bu yog'imizda взрослый spalniy variantda foydalansanglar bo'ladi. O'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Endi narigi binoyimizni sizlarga to'liq video davomida ko'rsatib beramiz. Ikkinchi binoyimizni sizlarga to'liq video davomida ko'rsatib beradigan bo'lsam, kirganimizda oshxonamiz bo'ladi, o'zini o'tiradigan joylari bilan, bu tarafimizda oshxonamiz, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. 24/7 qo'riqlash xizmati, yonginasida xolasanglar zal, xolasanglar spalniy variant foydalansanglar bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Remontlariga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Endi sizlarga orqa hovlimizni to'liq video davomida ko'rsatib beramiz. Orqa hovlimizni o'zingizlar bitta ko'rib baho beringlar. Xolasanglar огород, xolasanglar ekindorchilik qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu yog'imizni xolasanglar letniy tapchanni zona, xolasanglar moyxona, to'yxona, tovuqxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yog'imizda sanuzel qismida joylashgan, hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet umuman muammosiz. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid, nima desanglar 200-300 metr masofada joylashgan bo'ladi. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga sotig'ini 15 ming dollardan qo'yamiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.